ertalabki storiesimga o'rtog'im erizni qonini ichasiz deb yozib yuboribdilar. Ayda remont payti erim qonlarini ichdim. Borlariga shukur. To'g'ri javob nima edi? To'g'ri javob kollagenda. Birinchi to'g'ri javob yozgan qizimizga men anaqa tashib berdim. Pul tashib berdim. Chekla kanalim bor. Nima storieslarda mana men bu qizga mashincha pul tashib berdim. Birinchi to'g'ri javob yozgan demayman. Storieslarimni ko'paytirib, agar pul tashib berganimga ishonmasanglar, o'sha kanalga podpisatsiya qilib olinglar. Cheklarni har doim o'sha kanalga joylab boraman. Qanaqa tekshiraman? Men birinchi topgan odamni kutib turaman. 1-2 minutga bormaydi har doim shunaqa pul tashib beraman desam, kutib turaman, chiqmasdan eng birinchi yozgan, eng birinchi sekundlarda yozgan qizni sразу skrin qilaman, karta bering deb yozib yuboraman. O'shuncha hammasi haqqoniy.